Farzandim nimaga musobaqada chempion bo'lmayapti? Farzandim nimaga shuncha yildan beri shug'ullanib kelyapti, lekin qanaqadir titulga ega emas deydigan ota-onalar uchun. Bu meni fikrim do'stlar. Bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Farzandingiz shuncha yil shug'ullangan bo'lsa, u qanday shug'ullanganligi ham bog'liq qanaqadir natijaga erishishi. Ya'ni farzandingiz 4 yil yoki 5 yil yoki 6 yil yoki 3 yil yoki 1 yildan beri chiqayotgan bo'lsa, u haftada 3 kun yoki haftada 4 kun yoki haftada 5 kun shug'ullanayotgan bo'lsa, qaysidir kunlari qoldirayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni siz sababli. Qayergadir ketasiz javob so'raysiz yoki indamasdan yo'q bo'lib qolish holatlari yoki formasiz kelish holatlari, noto'g'ri ovqatlanish, boladagi qanaqadir kasalliklar, hammasi birlashib mana shu yutqizish natijasini olib keladi. Shuning uchun do'stlar, trenerlarni ayblash uchun birinchi o'rinda ana shu uydagi muhitni to'g'irlab olaylik. Undan tashqari farzandingizdagi qanaqadir kasalligi to'g'irlaylik. Undan tashqari farzandingiz to'g'ri ovqatlanyaptimi, to'g'ri uxlayaptimi degan nazorat, ya'ni tizimni o'rnatinglar. Albatta shunda farzandingizda natija bo'ladi.